Assalomu alaykum, qadrli Mumtoz musiqamizning aziz muxlislari, Xorazm teleradio kanali ijodkorlari, mana navbatdagi Suvora supasi dasturini sizga hozirladilar va bugun mana ko'rayotganingizdek ajoyib davramizni, studiyamizni san'atkorlarning tashrifi bilan albatta go'zal qilishga harakat qildik. Mening yonimdagi bu xonanda Xorazmda ko'p muxlislarimizga yaqin tanish emas, lekin bizning sevimli san'atkorimiz O'zbekiston, Qoraqalpog'iston va Turkmaniston xalq artisti Ortiq akamni muxlislari, qadrdon do'stlari, yaqinlari bu kishini juda yaxshi biladilar. O'zi televideniyamizga tashrif buyurishining ham bir maqsad, boisi bor. Bugun yaqindan bu mening yonimdagi mana hamsuhbat bo'layotgan, ajoyib mehmon bo'layotgan san'atkorni sizga yaxshilab tanishtirishdan iborat. G'anishir Meliqulov bo'ladilar. Asli tojikistonlik, lekin O'zbekistonda shu san'at tufayli, ijrochilik tufayli, ustozi Ortiq aka Otajonov tufayli mana O'zbekistonimizning ajoyib xonandasi bo'lib qoldilar. G'anishir, xush kelibsiz. Sizni bugun mana juda yaqinlaringiz, qadrdonlar, ustozlar, mana sozandalarimiz, nozandalar va do'stlaringiz, muxlislar qatnashyapti. Umuman bugungi televideniyamizdagi bo'ladigan nimaga o'zingiz qanday bir hayajon bilan keldingiz? Nima qalbingizda hozir kechyapti? Avvalambor assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, hurmatli san'atsevar do'stlar, Xorazm xalqi. Bu sahnalarda ustozlarimiz kuylab o'tgan sahnalar bu yerlar, dargohlar. Ustoz Ortiq Otajonovning yonlarida yurgan, aynan sozandalarni olib kelganman, aynan nimaiki ustozni bir ko'rganday bo'lishligi uchun ham mana shular bilan birga kelganmiz. Xorazm suvoralarini kuylagan xonanda agar mahorat bilan shu diydimizdagidek qilib ijro qilinadigan bo'lsa, albatta siz Xorazmning bir ajoyib bir sevimli xonandasi bo'lib qolasiz. Suvora deganda uncha-muncha odam yuragini o'zini ushlamay qoladi. Chunki suvorani juda zabardast ustozlarimiz o'rniga, me'yoriga qo'yib nuqtalarga yetkazib qo'ygan. Lekin ulardan keyin ijro qilish, mo'ylaman nihoyatda katta javobgarlikni o'rtoqlar talab qiladi. Shuning uchun avvalambor men Tojikistonlik bo'lganim uchun, lekin Xorazm san'atini bor vujudim bilan yaxshi ko'rganman-da. Shuning uchun agar mabodo orada kamchiliklarim o'tib ketsa, so'zlarda xatoliklar bo'lishi mumkin jonli ijroda. Shuning uchun men uzr so'rayman, so'zlarni mendan ko'ra sizlar yaxshi bilasizlar, hurmatli tinglovchilar. Mabodo yana bir kamchiliklarga yo'l qo'ysam, men hammadan, ustozlardan, elimizdan uzr so'rab qo'yaman bir og'iz. Lekin harakat qilamizki, albatta me'yorida bo'lishga. Albatta. Ustozingiz Ortiq aka Otajonov bundan 7-8 yillar muqaddam bizning studiyamizda shu Suvora supasi degan ko'rsatuvda qatnashgan edilar. Shunda bir qatralarni biz hozir tayyorlab qo'yganmiz. Shu kishining so'zini eshitib olamiz. U suvoralar haqida o'zining munosabatini bildirganlar. Baribir qancha eshitsak xursand bo'laveramiz, nimadir olaveramiz. Bizga ham bir maktab bo'ladi, to'g'ri emasmi? Marhamat, joniga. Qadrli muxlislar, biz va'da qilgan hozir ana shu video lavhani e'tiboringizga havola qilamiz. Ustozlar ijozat qilsangizlar, shu Ortiq akaning so'zlarini birgalikda eshitib olsak. Marhamat. Suvoralar to'g'risida gapiradigan bo'lsak, uni hech adog'iga yetib bo'lmaydi. Masalan, meni shaxsan qiziqtirgan, suvora aytishga qiziqtirgan bu rahmatli Komiljon ustozimizni aytgan yo'llari. Ustoz ham ustozlarda o'rgangan. Mana shu Hajixon ustani eshitib yurgan, matpana otalarni yoniga borib o'rgangan. Suvora ijrolari bu
Sheroz Ota'nın yollardan. Çünkü Sheroz Ota şu 1960-yıllarda plastinkaları çıktı. Suvaralar atkan plastinkaları. Bunu bir adamını kızıktıradan tamamı bu ustazımız şu garmonda etkendeki garmon sazıda ortada bir çıraylı pozalar kılardı. Çapandazı suvara bolsa ram bam 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 ram bam 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 bana bana bam bam dep koyuluvardı. Çünkü onu bir ondan tekniğe çaladigan imkoniyat yok edi. Okumagan hiç kim, dünya sanatıdan habardar bo'lmagan ustozlar bo'lgan. Fakat şu tarihte Xonlar davrida bo'lib kelgan aytishuvlar asosida o'zlari çalıp şu aytishib yurganlar. Lekin Kamil usta keyin buni ham markazga borib ilm olgandan keyin ustoz Sheroz Ota'nın yo'llarini, garmonda çaladigan qochirimlarini torga o'tkazib, Suvara'nın kuylarini, pauzalarını boyitib ishladi. Yekparda Suvara'da mana dana 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 lang dana lang dana lang dana da 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 dang ra da dang deyen pauza işledi. Şu garmonda Yekparda Suvara'da Sheroz Ota'nın icrası da bar edi şu narsalar. İyi ki Çapandazı Suvaralar bam bana bam baba bam bana bam bam bana bana ram baba bam baba bam baba bam 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 baba bam. Tamam. Hazırki köpleri arkasına Yekperdan'ı pauzasını koşup verdi. Boğandan keyin da 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 dedi yok. O cayı Yekperdan iki. Şu için bunu ajralish kerak. Ajrashga bunu akli kabiliyati juda yetish kerak. Oturup icranı juda qattiq mas'uliyat bilan yoshlarimiz yondashish kerak. Çünkü suvaralar icrası har xil bo'lgandan keyin farqi bor ekan. Pauzalari ham har xil bo'ladi. Ortada har xil pauzalar bo'ladi. Shuning uchun ham men suvara aytgan paytlarimda men ham ko'p suvaralar aytganman. Kamil ustaning ijodiga juda qattiq e'tibor qilganman. Shuning uchun ham bu suvaralar masalasida juda jiddiy yondashish kerak bo'ladi. Uni ustiga mana kajang suvaralar, pauzalar bilan boyitildi. Avval bom 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 ram bom 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 bo'lgani shunday edi. Kajang suvara. Hozir endi da 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 değildi. O şey için bunu chiroyli qilib boyitildi. Lekin uning orasida yana bir tomondan aytish kerak. Hammasi pauza bo'laversa chiroyli bo'lar ekan degan xayolga bormang. Hammasini o'zining o'lchovi bor. Chunki ashulachilik ishi yoqmaslikni yoqtirmaydi. Juda ongli ravishda vaqtdan foydalanib, asosan ovozini xalqqa yetkazib berish kerak. Hurmatli musiqa xonandalari, Suvara supamizning mulohazalariga o'tamiz. Mana hozir mashhur san'atkor O'zbekiston, Qoraqalpog'iston va Turkmaniston xalq artisti Ortiq aka Otajonovning fikrlarini eshitdik. Endi bugun studiyamizda ham bizning yurtimizning sevimli san'atkorlari qatnashyapti. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artistlar, juda bir ajoyib xonishlari bilan xalqimizga manzur nafas bo'lgan Qalandar aka Matyoqubov, Shermat aka Fayzullayev, mashhur xonanda va sozanda Samandar akam Xudoyberganov, Ortiq akamning ajoyib do'stlari va muxlislari, G'anishir do'stimizning ham qadrdon yaqinlari Abdulla aka Rajabov Qoraqalpog'istondan muxlis. Va bu yoqda ham mana ajoyib do'stlarimiz qatnashyapti. Qalandar aka, ko'p dasturlarimizga mehmon bo'lasiz. Ko'p har kelganingizda sizdan ko'p narsa o'rganishga harakat qilamiz. Ibratomuz taraflaringiz juda ko'p. Bugun ham qandaydir bir tuyg'ular paydo bo'layotgan bo'lish kerak. Ortiq akam bilan bir yurtdansiz, zamondoshsiz. Siz boshqa uslubda aytsangiz ham, lekin Ortiq akamning ham san'atidan xabardorsiz. U kishining ham fikrlarini hozir mana oldinlari bir eshitib ko'rmagan bo'lsangiz ham, hozir xuddi bir mehmonxonada o'tirgandek bir eshitib oldingiz. Qanday fikr keldi sizga? Endi Ortiq bizning bag'atimizda o'sib ulg'ayib, Xudoning nazari tushgan bir inson. U hammaga bunday bir baxt bo'lishi mumkin emas. Endi san'at sohasida alohida bir maktab yaratgan, alohida o'zining yo'lini, o'rnini topgan bir san'atkor. Ortiqning o'zi ortiq bo'lgan emas. Otajonov o'zi bo'lgan emas. Ko'p mashaqqatlar boshidan o'tgan. Urgancha
o'qiymanda borib qurilish texnikumda. Shu arapada Matmurat aka Salayev Komiljon ustani jiyani bilan birga o'qib, yaxshi oshno bo'lib, shu abedni Komiljon ustani uyinda borib abed qilar ekanlar. Keyin ortiq aytibdiki, usta, men sizdan ko'p narsa o'rganmoqchiman, she'r bo'lajak edim. Nima deysiz desa, shu Matmurat meni jiyanim, navini aytsam, navini bilsam shu Matmurat biladi. Shundan o'rganasan. O'rganib voyaga yetasan, o'qishlaringni tamom qilasan, ana undan keyin meni yanima kel debdi. Bu bo'lgan voqea. To'g'ri. U Ortiq Atajonov bu hammani o'zine qaratgan san'atkor. Muxlisi ham ko'p, san'atkorlarni ham o'ziga qaratgan odam, lekin baribir ustozlarni hurmat qilishi, uni kamtarinligiga men besh ketganman. Rahmat. Shu uchun ham voyaga yetib, mana Ortiq Atajonov bo'lib, ozmi ko'pmi yaxshi davr surdi. Ustozlarga bo'lgan hurmati mana shogirdlardan qatyapti. Albatta. Bugun mana bir shogirdi bizning Xorazmga mehmon, studiyamizga mehmon bo'layapti. G'anisherni tinglab ko'rganmisiz? G'anisherni ashulalarini radiodan eshitdim. Qolaversa Ortiq Atajonovning uyida Ulug'beklar bilan o'tirib, shuda bir maza qilib, bir ashula aytgan paytlarini eshitganman. Endi san'atkorda ijodi o'ziniki, intilish bo'lish kerak. Albatta. Mana shu G'anisherda mana shu intilishlar bor. Shu Xorazm qo'shiqchilik muxlislaridan qo'rqmasdan, hayiqmasdan shularning oldida ashula aytdimi, demak yuragi bor. Qalandar aka, ijozat bersangiz, G'anisherni taklif qilsak, navozandalar qatoriga bir suvarasini eshitib olsak, hozir chapandozni suvarani kuylamoqchilar. Salam eşene mefül metleyi anvar hoş geldin. Salam iş elige Munusiye gamhar hoş geldin. Salam ey nazeniller ahlige sardar hoş geldin. Mekanım kılgali gülşen Kemen ruhsar hoş geldin. Başımga koy kadem ey Sarvi gül raftar hoş geldin. Bolet tabin gâhi merhametin ilticalarga qadrdonlik tarixingin birlabis qilgan rijolarga muhabbat aqlini yet chizmog'i istab muddaolarga Visoling müjdesidin tuhra aylab oshnolarga tutib mehri vafoyu aynini izhor xush kelding. Sochi fikri biladiller perişan olganın anlanıp Labin yodi de bağrım tabetine kan olganın anlanıp Seherler can pişişe Kengden alan olganın anlap Yolunda ayıl közler Nigan aran olganın anlap Sağıngan deydelerge Körsetip Deydar hoş geldin.
gözleri değiş ve sazırsın. Neçe ayı kıyaşız bir giden alem namazırsın. Teravetten nedimi dergeyin hamserine azılsın. Açıp her aksa husnin revneki ömrün darazırsın. Muradim cevameden iç badeyi serşar hoş geldin. Köngül koydum sene evvel körüş de dil piribindi. Köngül derdini izhar eyledim hazır tabibim deyip. Ümid ettim misalinden şüpheme bulgay nasibimdir. Neçik hicranın içrene halini pertem garibim deyip. Sönüp halim servap tündeyi didar hoş geldin. Ümid ettim misalinden şüphene bulgay nasibimdir. Niçik hicranın içre halini pertev garibimdir. Surab halim seher vaktinde ey didar hoş geldin. Ko'rsatırlar cilve birle bizlere gülzarlar. Naz pirolar sümen berler çemen ruhsarlar. İşk ilin katlit küçü
bir ahımdil ağzın ağırlar Cem bulup bir bezmara söhbet yeterler yarlar Cem bulup bir bezmara söhbet yeterler yarlar Bunca yanlı könglimü yüz nazile kanan ettiler Şahlar bibartlar rakkası huşretten ağırlar Buzdiler dinim uyini kıldılar könglim harap Ancıman piro parivaş gözleri bimarlar Ancıman piro parivaş gözleri bimarlar Cilve eyleyip encümen sahnini gülşan ettiler Gölce biller, gonça ağızlar şeker güften ağırlar Ah kim işen aklının havnini bilmişler ey halal Cevrinin ayini da bu közleri hummarlar Cevrinin ayini da bu közleri hummarlar Tilbab olmayın eyleyin İşvacının vadiside Tilbab olmayın eyleyin İşvacının vadiside Aklım aldı bul sürük Ahu kebi ayyan ağırlar Kim yarab ki ahvan alimge çok müşkil yürür Mende vardır bir köngül bir neçe dil azarlar Bir neçe dil azarlar Gamze birlen naz etip bir köz için birlen bakın Bismil etmişler bizi bu közleri hunharlar Bu közleri hunharlar Aldılar yüz nazına könglimni bu dildan ağırlar Aldılar yüz nazına könglimni bu dildan Köp yaşa
Qalandar aka o'zi Xorazmda qo'shiq aytish doimo san'atkor uchun imtihon bo'lsa kerak. Albatta. Ortiq akam ham bu Xorazmda ashula aytsa boshqacha mas'uliyat bilan ijro qilganlar. Suvoralarni, ayniqsa suvora. Mana debocha fikrlarda u kishining so'zlarini eshitib oldik. Ana shu jarayonda deyarli u suvoriga qanday e'tibor bergan u va qanday o'ziga qabul qilgan va o'zi qanday aytganligini ham aytib o'tib ketdilar. Juda yaxshi Ha, gap. albatta. Men endi bir narsani aytayin. Hali ortiq hozir bir gapni aytdilarki, bizda 5 ta suvoramiz bor. Buni hammamiz bilamiz. Ha, bilamiz. Mana shu 5 ta suvoramizning 5 ta pauzasi bor. Savti endi o'zimizniki. Aralashtirmaslik kerak. Har qaysining o'zining pauzasi bor. Albatta. Mana shunga san'atkorlarimiz e'tibor bergani ma'qul. Mana g'ana she'rimizda bir narsa yaxshi. Hozir chisi chapandozi suvoraning pauzasi o'zini aytdi. Bu yaxshi gap. Bu endi bunga boshqa narsa aralashsa chapandoz bo'lmaydi endi. Hali bir shoirning ham bir she'riga bir narsa qo'shilsa, men bir shoir aytibdimki, bir she'r ma'qul bo'lmaydi, sho'ra bir o'zimdan qo'shin desa, unda she'r o'zingizniki bo'ladi. Meniki emas degan edi. Shu uchun she'rlarga e'tibor berish kerak. Salomat bo'ling. Bu aralashib ketishiga Samandar aka, Shermat aka nima sabab bo'ladi? Bu o'xshashlikmi yoki o'zlari bir sayqal berish uchun aralashtiradimi? Sabab nimada deb o'ylaysizlar? Hozir 10 tagacha yetdi so'ralar. Hajgan ustozniki va Quvonlik ustozniki bor. Mana Kamiljon ustozniki bor so'ralar, ancha Ozod Ibrohimniki bor. Asosan 5 ta so'ra, lekin bularning eng nimasi ona so'ra deb qo'yibmiz. Katta birinchi so'ra deb aytamiz, katta so'ra deymiz mana shu. Shularning ildizlari bular. Yakbarda, Xushbarda, Kajohang, Chapandoz bular mana shu ona so'raning bir shoxalari, bo'laklari. Hammasi bir shuning uchun ayrim joyda masalan yangi O'xshashligi bor-a? O'xshashlik juda bor, albatta bir Lekin farqlash kerak baribir. farqlash albatta uni professional darajada yondashsa, ustozlarni eshitib, mana shunday ustozlar maslahatini olib qilsa, o'rniga qo'yib mana g'anishini so'rasa, aytgan ustoz aytgan haqiqatda chapandoz so'razi bo'lib ijro qilindi. Ustoz ko'rishaydi buni albatta. San'at sohasida ustoz ko'rmasa foydasi yo'q. Sho'rni ayting. To'g'ri. O'zicha suvorani aytish, o'zicha feruzlarni aytish deylik, duyoq seyoqlarni o'zi yo'li ustoz ko'rmaguncha san'atkor bo'lish qiyin masala bo'ladi. Shuning uchun ham bu Ustoz san'atkorlikda albatta ko'ring. Ustoz aytadi, bunday emas, ana bunday qilib aytasan deydi. O'zicha aytish u xato endi u. buni endi mana shogirdlaringiz G'anisher va G'anisherga o'xshagan hofizlarimiz so'zlaringizni qabul qilayotgan bo'lsa, Albatta. ijodiga bu narsani doimiy hamroh qilib olish kerak. Ustoz shogirdlik albatta kerak. O'zi ustoz bo'lib qolganda ham kerak. Ortiq aytar ediki menga, men Hojixon Boltayevni ashulalardan boshlaganman, ashulachilikni. O'zi aytar edi. Shu Hojixon Boltayev bo'lib aytishim kerak. Keyin qarasam bo'lmadi deydi. Bo'lmadi deydi. Hali unaqa lentalar bordi. Eshitaman, hech ovozim o'xshamaydi. Oxiri o'zimning maktabimni, o'zimning ovozimni topdim degan bir gap. Endi G'anisherda tabiiy o'zining ovozi. O'xshatma yo'q bunda. Shermat aka Fayzullayev O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist. Shermat aka, siz o'z yo'nalishingizda, Ortiq akam o'z yo'nalishida bir zamonda, bir nafasda, bir vohada tetapoya bo'lib, san'at yo'nalishini tanlab, mana san'atimizda, tariximizda qalayapsizlar. Ortiqni o'zining maktabi, o'zining yo'li, o'zi Ortiq degan nomni o'zi bir menimcha sharafli nomi. Ortiq hammadan ziyod deganli bir narsa. Men shuning uchun Ortiqni qadrlayman. Ortiqni to'g'risi shu nomini eshitgandan bir yuragimda jo'shqinlik paydo bo'ladi. Chunki buna xizmatim ham singan. Musikalni uchilishida o'qidi. Sho'ri bitiradigan yili uchrashib qoldik bizda Urganchda. Shermat dedi, endi ishlatsam ekan, bir yer bitiryapman bu yil dedi. Men unda Toshkentda o'qigan paytimda 3-kursdami, qaysindo o'qiman institutda. Konservatoriya borsang, giraversang, borsang bo'ladimi aytdim. Bu bo'lsa dedim, men Pedagogik musikallik fakulteti var dedim, şöyle var. Ben özüm yardım beraman, giresen şöyle. Şu bilen vaktim ötüp kaldı, karasam biri Çınazar'da ofiste yaşar edim. Son cemle tarih götürüp gelip tuttu aynadan özen. Salağımda gelip tuttu. Şöyle meyana caylaşıp okşa. Baktım artık dedim bir üstelik cahil dedim.
Şurada okuşa girdim yine Pedinstut'ta dokumentlerini tapşırdık, başka kıldık. Şunu yatıp İnstitüte girdi bu, Pedinstut'a, müzikal fakültetine. Bunun bile bir yarım yıl okuduk. Pedinstut'ta Xorazm ensembli düzüp, şunun bile Kaşkaderi'ye gastrola vardık. İnstituttan. Keyin Xorazm'a hem gastrola gelip gittik, şu yürüp boğulup. Talabelik paytlarınızda. Profesörlerin başında akademikler birge yürüp şunday hizmet kıldık. Ana şunday devirleri istesem ben artık kudretini, sanatdaki bunu icadını yine kadınlasım geledi. Bu kolunu tar alganda şu seyrep piteveride tar. Okudurgan ballı yağını parmaklarına karap duruş hiç şunu bir kala dediler. Qalandar aka, dasturimiz o'zi suvora supasi deb nomlangan. Lekin buni ichida ham ijodiy, ham hayotiy, ham amaliy jarayonlarni singdirib turibmiz. Biz buni an'ana qilib olganmiz. Abdulla Rajabov juda ajoyib muxlis Ortiq akamning do'stlaridan. Juda ko'p yillar bordi keldi qilganlar. Mana hozir endi G'anisher bilan topishgan bular. Chunki shogird ustozning yurgan yo'llarida bugun Xorazmda yurib, shu ustozning barcha muxlislari bilan bog'lanib, ularga bo'lgan bir munosabatini o'zi izhor qiladi. Muxlislarning o'zlari ham G'anisherga yaxshi munosabat bildiryapti. Nafaslari o'xshaydi. U kishining xarakterlaridan nimalar olgan. Abdulla aka, Ortiq akamning nimasini ko'ryapsiz G'anisherda? G'anisher bilan uchrashganimizga bir 4 yil bo'ldi chamada. Men Toshkentda Chinobod sanatoriyasida dam olib yotgandim. Bu G'anisher konsert qo'ydi boribdi. Shu qarasam, xuddi Ortiq akamning o'zida. Haligi nimadan ham bir oylanib o'tdim. Men boshqa fonogramma qo'yib bu Ortiq akamning nimasini qo'yib aytayotgan bo'lsa kerak deb ham o'yladim menda. Yo'q, qarasam bunaqa emas. Xuddi o'zi. Shunday qilib konsert tamom bo'lgandan keyin men buni tashqarida skameyada kutib o'tirdim. G'anisher dedim, uka dedim, 1 minut keling, birga o'tiramiz dedim-da. Men dedim, Ortiq akam o'tib ketdi deb xafa bo'lib yurdim. Ortiq akam menga uka deydan edi, men Ortiq akama aka deydan edim. O'g'illarimning, qizlarimning to'ylarini hammasini Ortiq akam sovib berdi. Mana shu 4 yil Beruniy Erlik qalada konsert gastrollarda bo'lsa, masalan, Lazgam ansamblining rahbari bo'lib ishladi-ku 80-yillarda. Shu vaqtlarda 10 kunlab bizning uyda bo'lardi. Yanida haligi Nurulla, Baxshulla, undan keyin Farhod Dayrakash rahmatli u bordi. Bir safar siz bilan dedim bir Ortiq akamning bilan qanday aka bo'lgan bo'lsak, shuni bir davom qildiraylik. Hozir mana Chapandazi Suvarada sayr vaqti degan yer bor, sayr vaqti. Mana shu sayr vaqtida bizlarning Xorazm shevasida bo'laveradi bu. To'g'rimi? Lekin shuni dedi, sayr vaqtida deb aytinglar degan yeri borda. Shu hozir bir esma tutazman, Chapan Suvarani eshitdik-ku. Biroz san'atkorlardan so'radim, kuchli san'atkorlardan. Sayr vaqtida desak deydi, bu to'g'ri kelmay qoladi shunga. Shu o'rganganimiz sayr vaqtida deb aytib ketaveramiz. Deydi, endi buni qanchalik to'g'ri, noto'g'ri mana bu yerda Shermat akam o'tiribdi, Qalandar akam o'tiribdi. Shularning aytgani ma'qul. G'anisher, suhbatimizga endi bog'lanadigan narsa bu ijro bo'ladi. Ustozning oxirgi ijodlaridan juda bir xalqimizning ko'ngliga singib ketgan bir ajoyib qo'shiq borki, bu Saptisvora yo'lda yaratilgan Mashrab g'azali bilan haligi Kelsun ashulasi. Kelsun ashulasi mana shu Mashrab muhammasi bilan bog'liq ashula yaratilgan nihoyatda mukammal. Qayerga borsak, kim ashulachi qayerga borishidan qaytariladi. Xorazmcha ijro qildimi, demak, Kelsunni biladi deb o'ylashadi xalq. Shuning uchun talab qilishadi. Men juda shu ashulani o'zim ham yaxshi ko'raman. Ustozim bundan da yaxshi ko'radi. Agar bir odam buzib aytsa, shu odamni darrov topib telefon qilib, "Ey" dedi, "Men qara, shu joyni sal netibsan, to'g'rilab aytsang bo'lmaymi?" deb qo'yadi bir şey. Urushmaydi ham. Shunchalik bag'ri keng insonda. Men shu ashulani agar muxlislarimizni talabiga binoan aytib bersam. Albatta. Aytın ay azizim, gözlerimge tutiya kirsin. Meni bir dost tutanı, körgeli ol
şakirsin Salıp boynigana zülfi amberin müşki takirsin Meni külbemni revşen kılgali ul bir ziyakirsin Ümidim var öncürlerin izlene her sabah kirsin Keman ebrüleri her kaysısı bir şohi celladi Yürer bolsa çemende Kaddıdır manendi şemşadi Dubarene kilmeğey Alemde münde akservi azadi Bilalmeymen nedim Payda kılıptır arşni ustadı Dilimde yüz cerahat Bağır bir Mekke dava kilsin Baharı peşbeş Keldi cehan rengi çemen buldu Bugün meclis tüzünler Nöbeti gül pirakam buldu Aya basken yeri Sersemiz buldu Yasuman buldu Maşamım boyudum Her saati müşkün Otanan buldu Bu yoldana dostu düşman Anay beyler ya kimsin Çınan bir utlığımdın Sıpkımı şamını bilmeymen Kütüptür akil menden Puhtayı hamını bilmeymen Ötgerdim ayyamım niye bilmeymen Bu yolda misli Mecnun'dik Serem canımı bilmeymen Çarağı dilni revşen Kılgani nazik ada kirsin
Közümni kavlaganlar qag'larga borib oshno bo'ldi. Boshimga holi vayronlik tushib qaddim aydi tog' bo'ldi. Mani ro'yi siyoni ko'rgali nozik ado kelsin. Aytadırlar özge yar ahtınır. Köngilni bir vapoya vermegil bir gamgi sar ahtınır. Agar ki dilraboni topmasang özge diyar ahtır. Köngilni muddaosin bir güdük bir dilpigar ahtınır. Mana aytarman közümni oysa oysin aşna kelsin. Jahonning xoblarini bevafo qilmoq qadir qasdi qilib bexonimon soyib azo qilmoq qadir qasdi hazarim dardigim ga oshno qilmoq qadir qasdi tagi divorlarga muttalo qilmoq qadir qasdi olov yoqsin ey boshimga totirikman muddao kelsin ko'p yashang Qadrli muxlislar, dasturimizning mulohazalarga navbat beramiz. Mana ortiq akamni eslayapmiz. Bu G'anishir Meliqulov shogirdlarining Xorazmga kelib, mana shunday davrada ijro qilayotganligi uchun. G'anishir o'zi tojikistonlik yigit bu. Lekin O'zbekistonning
ajoyib san'atkor bo'lib shakllanib qoldilar. Xorazm san'atini, o'zbek san'atini yana bir bora tanitgan inson bu endi Xorazm farzandi Ortiq Otajonov bo'ladi-da. Shu qarangki, bizni Tojikistonga ham ovoz yetib borganda, Tojikistonda endi bu 84-yildan keyingi voqealar magnitofonlarni yelkalariga qo'yib ko'tarib yurish moda payti. Shu Panjkentda tojiklar, biz o'zbek tugul tojiklar romantika magnitofonlar shunaqa baland bo'lardi, ovozi juda ham. Vesnadan ham romantikaniki baland juda ham. Shu yelkalariga qo'yib tojiklar ina binet. Buni qarang, buni eshiting deb bir-biriga maqtanib ustozni umr o'tari bormi, lazgilari bormi, qo'yib jaranglatib bozor bormi, ko'chalarda qo'yib aytib yurgan paytlarda men Petchilishda o'qiganman. Yo tavba, bu ustozni shunchalik bir ovozi yoqimli bo'ladimi shu insonni deb keyin shu ko'ngil qo'yganman. Shu Tojikistonda bo'lsa ham keyin men aytganimki, Xudo xolasa shu insonni borib topaman, shu yonlariga shogird tushaman deganimda katta akam aytganlarki haqiqatdan. Keyin akam menga ko'nglimni ko'tarish uchun bir rivoyat o'qigan o'zidan, Mavlon akam katta akam. Uka dedi, bir kun dedi Toshkentga boramiz dedi. Ustoz Ortiqjon choyxonada choy ichib o'tirgan bo'ladi. Shunda yonlariga borsak, assalomu alaykum ustoz desak, kelinglar o'tiringlar deydi. Nima qilyapsizlar deb so'raydi bizlardan. Shunda sizni oldingizga shogird bo'lib keldik desak, bo'pti, shu ukangni menga tashab ketaver. Yonimda yuribdi-da, ana qarabsanki respublikaga bir katta Ortiq Otajonovni shogirdi degan unvonni, ya'ni bir katta bir nimaga ega bo'lasan, tasavvur qilyapsanmi deb meni ko'nglimni ko'tarardi. Bu qarangki chin yurakdan qilingan niyat ijobat bo'lar ekan. Rivoyat amalga oshdi, ha? Rivoyat haqiqatga aylanib ketdi. Shu uylariga kelsam 89-yil gap endi bu. May oyida kelsam, usta shu yo'l pijamada darvozani ochib chiqib, shunday qarashlari bilan oyoq qo'lim titrab qotib qolganmanda, gapirishga til ojiz, tamom, gapira olmay qoldim. Nima qilibsan deb men qarab qoldim, aytdim, usta men sizni yaxshi ko'raman deyman, boshqa gap yo'q. Yaxshi ko'rib o'tiribdi holatni. Kirqani dedi ishga. Keyin qayerliksan dedim, men Tojikistondan dedim, voqea dedi. Abdulla Hakim Bozorov degan bir tilshunos meni ustozim bor, ya'ni she'rlar yozib beradi. Mana dutor bilan tor o'ynasin, non aziz degan qo'shiqlarni shu inson yozgan, bilasana deb keyin menga yo'l ko'rsatdilar. Shu yerda bir aziz gapni aytdilarki, bizga ustozimiz bitta gapni aytganlar. Komiljon Otan yozib, bu matematika emas, bu san'at. Buni chizib yurish shart emas, buni ovozing bo'lsa aytasan, tushunmagan joyingni kelib yana mendan so'raysan. Ava, tushundingmi deb shu bir qog'ozchani yirtib, shu yerda gazeta turuvdi. 47-25-01 hali ham miyamda turadi. Shu telefonni yozib qo'ng'iroq qilasan. Tushundingmi? Omading bersin deb shunday qilib menga yo'l berganlar. Shogirdlar ustozning qo'shiqlarini buzishga haqqi yo'q. Ayniqsa ustozlarim juda yomon ko'radi. Hozir men juda ko'p yoshlarni ko'ryapman. Bilib bilmay mana ustozlarimiz aytgan begona qochirimlarni qo'shib yuryapti kelsinlarga. To'g'rimi ustoz? Mana Begari Mashhur Fazlay bular aytayapti. Haqiqatan men shularni ko'rdim. Keyin kommentariy yozdimki, o'rtoqlar, birov vahay, dod voy desa aytavermanglar, o'zlaridan ketib avj qo'shib, yo muzika qo'shib yarim soat qochirib berish shart emas do'stlar. Ustoz agar shuni eshitganida qanaqa bo'lardi? Sizlar kelajak ustoz bo'lishlaring kerak. Avlodga to'g'ri olgan narsangizni to'g'ri qoldiringlar deb yomon ko'rsaman. Shu narsani ichim kuygan yozdim lekin. Men mana shu kelsin to'g'rida bir og'iz bir narsa aytmoqchimanki. Bu suvoralarimiz Samandar Xudo berganim. Suvoralarimizdan keyin aytiladigan narsa bo'lar endi. Savut suvoralar turkumiga kiradi. Bu Ortiqning ijodiga baho berish kerak bu yerda. O'zining ijodi, o'zining intilishi, o'zining ijod, o'zining mehnati ko'rinib turibdi bu yerda. Qarangda endi. Bu hazilakam gap emas bu. Hazilakam gap emas. Men Ortiqni ijodiga o'ziga ham aytganman. Ijoding bilan, mehnating bilan mana shu Ortiq Otajonov bo'lgansan deb o'ziga ham aytganman. Haqiqatan ham shunday. Tan berish kerak. Chiroyli tarona bilan xotimalasak, Ortiq akamdan nima ijro qilib berasiz? Endi ustoz nafaqat Xorazm yo'li ijro yo'llarida, Toshkent, Farg'ona yo'llarida ham juda ko'p ijrolari bor. Shu maqom ijro yo'llarida. Albatta. Ustoz ruxsat bersangizlar, shu bir munojatni Navoiy so'zi bilan shu ularni talqinida ijro qilib bersak. Chunki ularni talqini baribir munojatga o'xshamasa ham o'zini ijodi bo'lib chiqqanda, ustozim aytganday.
Sadağın manan Çekil yüzümdür de bana ol ser ve gülür o kilmedi yana gözlerin gene ki çatana Sadağın manan Lahzanak zana çıktım çektim yolu intizamım kildi canım ağzım kayır oluşu bana kilmedi yanım ol peri ve hacredin ki yığladım diye bana bana sadağın manan
bir dert yavrum ey navan bağda birlen hurram etkün gel kil bağdaki yanı yakın aygu kilmedi G'anishir, sizga aytadigan niyatimiz va tilagimiz ustozlik ulug' bo'ling. Ortiq akamni albatta ilmiy ijodiy meros juda ham katta. Davrada nafaqat ustozlar bu yerda do'stlaringiz ham qatnashyapti. Qondiq og'a har safar bizning jarayonda qatnashar edingiz. Bugun ham muxlis bo'ldingiz, ham do'sti sifatida qatnashyapsiz. Qanday taassurot oldingiz? Qarabsa G'anishirimiz avvaldan kuzatib ko'rib kelamiz, do'stimiz. Avvalambor mana shu o'zi Tojikistonli bo'lib, yana shu o'zbek san'atiga, qolaversa Xorazm san'atiga shunday mehr qo'yib, shunday mana ijrosini ko'ribsizlar hammalaringiz. Hali bizning o'zimizda ham ancha-munchalari bunday ijro qilish qiyin, to'g'risi. İcadınızda omadlar dilemen, sağlık, selametlik dilemen. Yine köp ötken ustazlarımız var. Oradan qolgan bizga miros katta maqom san'atlar, mumtoz qo'shiqlarimiz, so'ralarimiz qolgan. Hali buni kelajak avlodga yetkazish sizning, bizlarning vazifamiz. Albatta ko'p ochilmagan qirralarni yana namoyish etamiz degan umiddamiz. Sizga ham ijodiy yuksaklik tilaymiz. Qadrli muxlislar, bugun mana taniqli, mashhur san'atkorlar bizga hamrohlik qildilar. Ustozlarimizning umuman bu ijodiyotda ham, hayotda ham o'zlarining ibrat maktablari bor. Ustozlar, sizlarga katta minnatdorchilik bildiramiz. Bizning Navozanda Tuvora supasi deb nomlangan musiqiy dasturlarimizning ko'pchiligi ana shu bugungidek shu mashhur san'atkorlarimizning ijro maktablari, ularning hayoti va ijodi bilan bog'lanib, ham amaliy ham ilmiy ijodiy targ'ibot bilan o'tadi. Bugun ham ana shunday bir jarayonning guvohi bo'ldik. G'anishir Meliqulov boshchiligidagi Navozandalarning hammasiga minnatdorchiligimiz ham bir jahon. Sizlarni yana yangi ijrolar bilan, yangi ijod namunalari bilan kutib qolamiz. Qadrli musiqa shinavandalari, mana bugungi Suvora supamizga ajratilgan vaqtimiz ham nihoyasiga yetdi. Sizlarga diqqat e'tiboringiz uchun tashakkurimizni izhor qilar ekanmiz. Doimo qo'shiq eshitadigan, yaxshi navolardan bahramand bo'ladigan kayfiyat bo'lishini sizda tilab qolamiz. Yanagi dasturlarda albatta bu ijodiy an'analarimizni davom qildiramiz. Salomat bo'ling.